Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan PUBG Lite kanali. Men kanalimda faqat PUBG Lite chiqarganim uchunmi yo boshqa narsa uchunmi bilmadim. Lekin ko'p prosmotr ham olmayapti, like ham olmayapti. Hay bilet. Ko'rib turishingiz mumkin. Hozir 14 ta obunachi, 13 ta video. O'shaning uchun men uncha bundan PUBG Lite'dan ketmoqchiman-da. Shu nimagaligini bilmay, yo'q, ketmoqchi emasman. Shunchaki kanalimga PUBG Lite haqida chiqarmayman endi. Men endi Minecraft o'ynab chiqaraman. Qachon desanglar, men 1-dekabr kunida bitta katta, juda katta dragonni o'ldirish haqida bitta video chiqarmoqchiman. U 1-dekabr kuni chiqariladi. Men uni Block Crazy 3D deb yozsanglar, ashun o'yinni o'ynab chiqaraman. Faqat u o'yinda biz 2 kishi bo'lamiz. Meni akam va men. Xullas, shu gaplar. Anchadan beri video chiqarmaganimning sababi meni xulqim yomonligi uchun telefonda berishmayapti. Endi hozir ham berishmayapti ro'da. Endi men ham hozir 1 soatga olib turibman telefonda. Xullas, men sizlar bilan PUBG Lite kanali katta videoyim ham 1-dekabr kuni ko'rib qo'yinglar.